Bir qarashda sokin, hatto biroz beparvo ko'ringan bu yigit sahnaga chiqqan zahoti butun makonni o'zgartirib yuboradi. Uning ovozi chuqur va hissiy, nigohi kamera ortidan ham odamni tutib qoladigan darajada kuchli. Sahnadagi aurasi esa sun'iy emas. Taehyonni millionlab odamlar sevishining sababi faqat chiroyida emas. U mukammal bo'lishga urinmaydi. U qo'shiq aytganda his qiladi. Rolga kirganda yashaydi, sukut saqlaganda ham nimanidir aytib turadi. Aynan shu tabiiylik uni global darajadagi ta'sir kuchiga aylantirdi. Bugun Kim Taehyon musiqachi, aktyor, uslub belgisi va ichki erkinlik ramzi sifatida qabul qilinadi. Kim Taehyon 1995-yil 30-dekabrda Janubiy Koreyaning Daegu shahridagi So tumanida dehqonlar oilasida dunyoga kelgan. Uning ota-onasi juda band bo'lganlari sababli hayotining deyarli yarmida uni buvisi tarbiyalagan. U 3 farzandning eng kattasi bo'lib, undan keyin ukasi va singlisi bor. Taehyonning aytishicha, u doimo kelajakda o'z oilasidek dehqon bo'laman deb o'ylagan. U shunday degan: "Qishloqda ulg'ayganim uchun o'zimni dehqon bo'laman deb tasavvur qilardim. Atrofimda kelajak haqida orzu qiladigan do'stlarim ham unchalik yo'q edi." Taehyon 14 yoshigacha buvisi bilan yashagan, chunki ota-onasi ish bilan band bo'lgan, lekin u ota-onasining mehridan hech qachon mosuvo bo'lmagan. Bolaligida Taehyonni dadasi ayiqcha, onasi esa Shirin ayiqcha deb chaqirishgan. Hozirgacha ham ayiqcha Taehyonning eng sevimli laqablaridan biri. 제가 아빠를 많이 닮아가지고 성격도 아빠를 많이 닮고 싶어 해요. 제가 그냥 꿈이 아빠예요. 제가 성격도 아빠를 많이 닮고 싶어 해요. 제가 그냥 꿈이 아빠예요. 제가. 그러니까 야 꿈이 아빠는 정말 어우 들어보기 좀 굉장히 좀 힘든. 네. 제가 전혀 모르는 애가 한 명이 끼어 있는 거야. 빨간색 거 노스패닝 아니야? 이지 패닝. 폴브레이커야. 너 이거 좋아. Uning onasi ham oilaning ancha mablag'ini Taehyon uchun qimmat kurtkaga sarflagan. Sababi katta shaharda bolalar uni kambag'al oiladan chiqqani uchun masxara qilmasin degan niyatda. Hatto Namjoon ham aytgandiki, Taehyonni birinchi marta ko'rganida kiyimiga qarab uni boy oiladan deb o'ylagan. 제가 바로 우리 아빠 엄마예요. 이쁘죠? 이럴 때 집 딱 드는 생각이 이거예요. 아빠 보고 싶다. 아빠 보고 싶다. 지금의 나를 만들어준 아빠를 지금 딱 한번 보고 싶어요. Imkon bo'lsa Taehyon doim ota-onasiga minnatdorchilik bildiradi. Uni bu dunyoga olib kelgani va o'zlari faxrlanadigan inson qilib voyaga yetkazgani uchun. U sevgisini hech qachon yashirmaydi. Taehyon bolaligidan katta mehr, g'amxo'rlik va ota-onasining qo'llab-quvvatlashi bilan ulg'aydi. Uning yuragi muhabbatga to'la va u bu sevgini oilasiga qaytarishni istaydi. Uning eng katta musiqiy ilhomi dadasi. Men otamga juda o'xshamoqchiman. Xarakterim ham unga o'xshashini istayman. Mening orzuyim otamdek inson bo'lish. Otamning eski suratlariga qarasam, u mendan ancha kelishganroq bo'lgan. Taehyon ota-onasi uchun hatto qo'shiq ham yozgan va uning otasi bu qo'shiqni tinglab yig'lab yuborganini aytgan. Taehyonning ota-onasi butun hayoti davomida unga g'amxo'rlik, mehr va qo'llab-quvvatlash berib kelishgan va hanuz berishda davom etishmoqda. Yaqinlari hech qachon uning qiziqishlariga to'sqinlik qilmagan. Aksincha, bolaligidan boshlab uning sevimli mashg'ulotlarini doimo rag'batlantirib kelishgan. U sog'lom muhit va baxtli oilada ulg'aygan. Uning so'zlari hamda harakatlari buni tasdiqlaydi. Mening 2 orzuyim bor edi. Birinchisi qo'shiqchi bo'lish, ikkinchisi esa otamga o'xshash inson bo'lish. U juda yaxshi odam. Men uni hurmat qilaman. Intervyulardan birida u sahnada chiqish qilayotgan musiqachilarni kuzatganini va shundan so'ng san'atkor bo'lishni orzu qila boshlaganini aytgan. Taehyon bu orzusi haqida otasi bilan samimiy suhbatlashganini, otasi esa o'g'lining orzusiga ishonganini va uni qo'llab-quvvatlaganini eslaydi. Taehyon otasi unga xonanda kamida bitta musiqa asbobini chalishni bilishi kerak deganini aytadi. Shundan so'ng u saksofon chalishni o'rganishni boshlagan. Uning qo'shiq aytishga bo'lgan intilishi 6-sinfda maktab konsertida chiqish qilganida yanada kuchaydi. Taehyon boshlang'ich va o'rta maktab davrlarida anchayin mashhur bo'lgan. Bir jonli efirda u bir voqeani eslab o'tgan. Bir kuni bir bola sababli deyarli barcha do'stlaridan ayrilib qolgan. O'sha bola Taehyonga
nisbatan juda yomon munosabatda bo'lgan, chunki unga hasad qilgan. Taehyun ko'rinishi va iste'dodi tufayli tezda do'stlar orttirardi va aynan shu jihatlari boshqalarda hasad uyg'otardi. U tinglovga borayotgan do'stiga shunchaki hamroh bo'lib borgan, o'zi esa umuman tinglovda qatnashishni rejalashtirmagan. Ammo u yerda uni kompaniyaning yangi iste'dodlarini rivojlantirish bo'limi xodimi ko'rib qoladi va unga ham tinglovdan o'tishni maslahat beradi. Tinglovdan o'tganidan so'ng unga natijani kutishni va o'zlari bog'lanishini aytishadi. Ular Viga kompyuter o'yinlari xonasida bo'lganida qo'ng'iroq qilishadi. U darhol bu xabarni aytish uchun buvisining oldiga boradi. Buvisi bu firibgarlik bo'lishi mumkinligini aytib, ularga ishonmaslikni maslahat beradi. Otasi ham xuddi shunday munosabat bildiradi, chunki kompaniya juda kichik va deyarli noma'lum edi. Keyin kompaniya Vini otasiga qo'ng'iroq qilib, hech qanday xavotirga o'rin yo'qligini aytishadi. O'sha paytda u Tegudan tanlab olingan yagona bola edi. Bu voqeani shunday eslaydi. Otam bilan birga tezkor avtobusda Seulga yo'l oldik. Biz qishloq joydan edik va Seulni yaxshi bilmasdik. Big ofisiga yetib borish uchun taksi oldik, lekin haydovchi bizdan juda ko'p pul oldi. Pulimiz juda kam bo'lgani uchun o'zimizni juda yomon his qildik. Shunga qaramay tinglovdan o'tish va kompaniyaga qabul qilinish men uchun eng sehrli voqea bo'ldi. Shunday qilib u kichik va deyarli hech kim tanimagan Big Entertainment kompaniyasida treyni bo'ldi. BTS debyut treyleri chiqmaguncha hech kim uning borligini bilmasdi. Odamlar videoda uning ismini boshqa a'zolar bilan birga ko'rib, Vi kim deb so'ray boshlashdi. Uni hech kim tanimasdi. Vi haqida hech kim bilmagan bo'lsa-da, u debyutidan oldin Jo Kwanning I Am The One klipida qisqa epizodda paydo bo'lgan, ammo baribir hech kim uning BTS a'zosi bo'lishini taxmin qilmagan. Taehyun bir necha yil davomida yashirin a'zo bo'lgan va debyut faoliyatigacha umuman qatnashmagan, hech qayerda ko'rinmagan. Ban Shi-hyuk bu haqda shunday degan: Bizga BTS jamoasi nihoyat to'liq yig'ilganini e'lon qilish uchun kuchli turtki kerak edi. Taehyun tashqi ko'rinishi va xarakteri jihatidan juda katta jozibaga ega. Shuning uchun uni oxirgi lahzada ko'rsatish juda ta'sirli bo'ladi deb o'yladim. Ammo Taehyunning o'zi nega bunday qilinganini tushunmagan. Masalan, Rolling Stone'ga bergan intervyusida u shunday degan: Aslida nega bunday qilishganini umuman tushunmayman. Buning g'oyasi nima bo'lganini bilmayman. Rostdan ham hech narsani anglamaganman. Debyut vloglarida esa u o'sha paytda o'zini chetda qolgan va yolg'iz his qilganini tan olgan. Men ham o'sha yerda edim. Ular guruh vlogini suratga olayotganda faqat meni kadrga olishmadi. Aslida esa men axlat qutisi yonida turardim. Men nimani xohlayotganimni ayta olmasdim. Shunchaki ayta olmasdim. U vokal darslariga qatnadi, raqs mashg'ulotlariga bordi, til o'rgandi, tinimsiz repetitsiyalar qildi. Soatlab, kunma-kun, haftama-hafta, yilma-yil sahnaga chiqishni kutib yashadi. Lekin savol tug'iladi, nega Taehyun shuncha vaqt qorong'ilikda turib debyutini kutdi va ketib qolmadi? Ehtimol Namjoon holatida bo'lgani kabi, bu Ban Shi-hyukka bo'lgan ishonch sababli. Taehyun shunday degan: Ban Pidining odamlar orasida qattiq, yovuz odam degan obro'si bor, lekin u bizga har doim muloyim bo'lgan. Men undan keyin qilishni xohlaydigan juda ko'p narsalar bor. Hatto menga Vi ismini ham u bergan. 2013-yil 2-iyun kuni Taehyun nihoyat BTSning 7-a'zosi sifatida rasman tanishtirildi. U bu lahzani shunday eslaydi: Meni BTS a'zosi sifatida oshkor qilishganda atigi bitta xat oldim. Shunga qaramay juda baxtli edim. Soat tungi 4gacha uxlamadim. O'sha xatni taxminan 15 marta qayta o'qidim. Uni doim xiyollarimga ko'rsatardim. 2013-yil 13-iyun kuni esa u BTS tarkibida vokalist sifatida rasman debyut qildi. U juda baxtli edi, chunki nihoyat muxlislar bilan muloqot qila olardi va ularga his tuyg'ularini aytib bera olardi. Men doim ularni muloyimlik bilan kuzatib turdim. Boshqacha aytganda, men doim o'zimizning barcha a'zolarimiz bilan birga edim. Ishonchim komil. Odamlar BTSning 6 kishilik guruh bo'lishini o'ylashgan, lekin aslida guruh 7 kishidan iborat bo'lgan. Shuning uchun ko'pchilik hayratda qoldi. Shunday bo'lsa-da, hayratlanishlariga qaramay muxlislarimiz meni iliq kutib oldi va bu menga haqiqatan ham yaxshi tuyg'u berdi. 2014-yilda Koreya san'at litseyini tamomlab, Global Kiber universitetida o'qishni boshladi.
2020-yil avgust oyida u yana bir muhim bosqichni bosib o'tdi. Efir va ko'ngilochar soha yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasini oldi. Ammo bilimga bo'lgan chanqoqligi shu bilan to'xtamadi. 2021-yilda u Hanyan Kiber universitetida yana talaba bo'ldi. Bu safar u reklama va media yo'nalishi bo'yicha biznes boshqaruvi magistraturasini tanladi. 2015-yilda Taehyonga koreys netizenlar tomonidan M Countdown shousida Big Bang'ning Loser qo'shig'ini g'alaba e'lon qilinganda kuylagani uchun tanqidlar yog'ildi. Big Bang muxlislari Taehyon ularning guruhini va ularning qo'shig'ini masxara qilmoqda deb yozishdi. O'zlaridan katta hamkasblarini masxara qilganligi uchun tanqid qilinishi bilan bir qatorda izoh beruvchilar BTS kompaniyasi san'atkorning albomlarini sotib olib, sotuv natijalarini sun'iy oshirishda ayblashdi va Big Bang'ning albom sotuv reytingini o'g'irlaganlikda ayblashdi. Taehyon bilan bo'lgan ushbu voqea esa yanada ko'proq olov qo'ydi. O'sha paytda Taehyon Twitterda hech kimni xafa qilmoqchi emasligini aytishga harakat qildi. U shunchaki sevimli qo'shig'ini kuylayotganini ta'kidladi. U hatto o'zining playlistiga qo'shgan qo'shiqlari skrinshotini joyladi. U shunday degan: "Uyqudan oldin har doim ushbu 3 ta qo'shiqni eshitaman. Ularni har kuni kuylayman chunki ular juda yaxshi. Balki shuning uchun bu odatga aylangan va biz mukofot yutganimizda men juda baxtli edim. Bu esa bexosdan sodir bo'ldi." BTS boshqa shouda birinchi o'rinni olganda, Taehyon his tuyg'ularini ko'rsatmadi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, u shoudan keyin hayratlangan. Oddiy narsa nega bu qadar nafrat uyg'otganidan hayratlandi. Big Hit Entertainment ham bayonot chiqardi. V Loser qo'shig'ini kuylashi shouda hech kimga qaratilmaganligini aytishdi. Shunday tushuntirildi: V doim ushbu qo'shiqni eshitadi va unga juda yoqadi. Shuning uchun u bexosdan kuylab yubordi. 2016-yilda V Army'ga buvisi yaqinda vafot etganini aytdi. Bu voqea Blood, Sweat and Tears promolari vaqtida sodir bo'lgan. Bu V uchun juda og'ir davr edi. U bir necha hafta davomida o'z qayg'u va achchig'ini omma oldidan yashirgan. Bir necha kun oldin armiyalar hali bilmagan vaqtda bir muxlis unga buvisining suratlari tushirilgan albom sovg'a qilgan. Taehyon o'z tuyg'ularini to'xtata olmay fansayt vaqtida yig'lay boshlagan. Shu paytda haterlar ham jim bo'lishmadi. Uni buvisi vafoti bilan guruh e'tiborini jalb qilmoqchi deb ayblashgan. Big Hit buni sezib bayonot chiqardi. Bundan keyin har kim a'zolarini tahqirlasa, ular qonuniy javobgarlikka tortilishini talab qiladi. Taehyon guruh orasida birinchi bo'lib aktyor sifatida debyut qildi. 2016-yil Kim Taehyon koreys dramasi Hwaran Nachalo'da ishtirok etdi. Film hikoyasi Silla sulolasi jangchilari haqida. Hwaran bu ilg'or bo'linmalar uchun kelajakdagi jangchilarni tayyorlaydigan elit qatlam. Hatto shu paytda ham Taehyon tanqidga uchragan. Uni aktyorlik qila olmasligida ayblashgan va nega dramada ishtirok etding deb so'rashgan. Bu jin bo'lishi kerak edi, sizda iste'dod yo'q deyishgan. Bu oson bo'lmagan chunki bu uning birinchi tajribasi edi. Men hamma narsani imkon qadar yaxshi qilishni xohlardim, chunki men BTS a'zolaridan aktyorlik tajribasini birinchi bo'lib sinab ko'rgan edim. Rostini aytganda, men biroz bosim ostida edim, chunki bu mening birinchi aktyorlik tajribam edi. Suratga tushish joyida men juda asabiylashdim. It's gonna be you. Na 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 na. It's gonna be you. Na 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 na. Whoa, oh, oh, oh. I can't let go. Lekin shu suratga olishlar orqali Taehyon o'zi uchun bugungi kungacha yonida bo'lgan yaqin do'stlarni topa olgan. Ular tez-tez birga vaqt o'tkazishadi. Ular o'zlarini Voga Family deb atashadi. Ular qondosh aka-uka bo'lmasalar ham juda yaqin do'stlar bo'lib, har doim va har narsada bir-birini qo'llab-quvvatlashga tayyor. Taehyon ilk bor bastakor sifatida The Most Beautiful Moment in the Life Part 1 albomida tilga olindi. U yerda Hold Me Tight qo'shig'ini birga yozib, birga prodyuserlik qildi. Shuningdek, Fanboys qo'shig'i matnini yozishda ham ishtirok etgan. Run qo'shig'ida esa V yaratgan kuy The Most Beautiful Moment in the Life Part 2 uchun ishlatildi. 2016-yilda Taehyonning
Stigma nomli solo qo'shig'i chiqdi va Billboard dunyo chartida top 10 ga kirdi. I'm sorry, my sister. 숨겨도 감춰도 지워지지 않아. Nufuzli musiqa nashrlari bu qo'shiqni yuqori baholashdi va yilning eng yaxshi qo'shiqlari ro'yxatiga kiritishdi. Qo'shiq butunlay lirikaning og'riq va azobini aks ettirdi. Shu yil Taehyun birinchi marta dunyodagi eng chiroyli erkak sifatida e'tirof etildi. 2016-yil noyabr oyida BTS tomonidan tashkil etilgan fan uchrashuvida "We I Purple You" iborasini aytdi. Avvaliga bu tasodifiy so'zlar kombinatsiyasi bo'lib tuyulgan bo'lsa-da, keyinchalik bu ibora guruh va ularning sadoqatli muxlislari uchun juda katta ahamiyat kasb etdi. Oddiy ifoda bo'lishiga qaramay, undagi his-tuyg'ular rangni yangi ma'no bilan boyitdi. Uni BTS va ularning sodiq armiyalari o'rtasidagi birlikni ifodalovchi qudratli ramzga aylantirdi. 네, 이게 근데 저는 그때처럼 영원히 오랫동안 함께 이렇게 볼 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 저희는 Mashhurlik va orzuga yetishgan yuksalishga qaramay, ushbu yil Taehyunning ruhiy holati uchun qiyinchiliklar ham keltirdi. 2017-yil 8-iyunda V RM bilan birgalikda BTSning 4 yilligini nishonlash uchun 4 O'clock qo'shig'ini chiqardi. 2018-yil may oyida esa uning ikkinchi yakkaxon qo'shig'i Singularity chiqdi. Singularity'da u odamning ichki menini niqob ostida yashirishi, lekin ichida yig'layotganini ifodalashni xohladi. Har bir chiqishida u bu hissiyotlarni turlicha ko'rsatishga harakat qilgan. Singularity chiqqanidan bir oy o'tib, The Guardian uni 2018-yil iyun oyining top 50 qo'shiqlari ro'yxatiga kiritdi. Billboard esa tanqidchilari tuzgan BTSning eng yaxshi 50 qo'shig'i ro'yxatida uni 28-o'ringa qo'ydi. Umuman olganda Singularity tanqidchilar tomonidan juda iliq kutib olindi va shu sababli bir nechta yil yakuni bo'yicha eng yaxshi qo'shiqlar ro'yxatida tilga olindi. The New York Times uni 2018-yilning eng yaxshi 65 qo'shig'i ro'yxatida 20-o'ringa qo'ydi. La Times pop musiqa tanqidchisi Michael Wood bu qo'shiqni 2018-yilning eng yaxshi va qayta tinglashga arziydigan 4-qo'shig'i deb aytdi. The Guardian musiqa tanqidchisi Laura Snapes esa uni 2018-yilning eng yaxshi albomlari va treklaridan biri sifatida o'z ro'yxatiga kiritdi. 24-oktyabr kuni V BTS a'zolari bilan birgalikda Janubiy Koreya prezidenti tomonidan koreys madaniyatini dunyoga yoyishdagi hissasi uchun 5-darajali Hwagwon madaniy xizmat orderi bilan taqdirlandi. U ushbu nufuzli mukofotni olgan eng yosh san'atkorlardan biri bo'ldi. 2019-yil 14-iyun kuni V J-Hope bilan birgalikda Zara Larsson bilan hamkorlikda A Brand New Day nomli qo'shig'ini chiqardi. Bu qo'shiq BTS World Mobile o'yini uchun yaratilgan soundtrack sifatida kiritildi. Shuningdek, V Adelening Someone Like You qo'shig'ini norasmiy cover ijro etib, katta e'tibor qozondi. 2019-yil 30-yanvar kuni V BTSdan tashqaridagi birinchi yakkaxon qo'shig'i Scenery'ni chiqardi. Bu ballada qo'shiqni u o'zi yozgan va bastalagan, shuningdek muqova suratini ham o'zi olgan. Scenery SoundCloud tarixida rekord o'rnatib, 14 kun ichida 20 milliondan 100 million tinglovga yetdi. Bu platforma uchun eng tezkor natija bo'ldi. 2 hafta davomida qo'shiq 9 marta kunlik tinglash rekordini yangiladi va bir kunda 11 million tinglov bilan rekord o'rnatdi. Taehyun shu yillarda juda ulg'aydi. U o'zining mehribonligi va samimiyligi kabi ajoyib fazilatlarga shubhasiz ega. Bundan tashqari u o'ziga xos iste'dodga ega. Taehyun hatto odamni shaxsan tanimasa ham uni qo'llab-quvvatlaydigan so'zlarni topishni biladi. U juda ochiq va samimiy xarakterga ega. Shuning uchun ba'zida uning atrofidagilar
uning shaxsiyatini biroz o'zgartirmoqchi bo'lishi mumkin, lekin u o'zining qobiliyati va imkoniyatlarini juda yaxshi ishlatadi. Bir armiya o'zining buvisi uchun donor topishga harakat qilayotgan edi. Taehyun bu postni ko'rib yordam berishga qaror qilgan va bu haqida koreys va ingliz tillarida yozgan, hatto yordam berish havolasini ham ulashgan. U shunday maslahat beradi: agar hech kim sizni tinchlantirmasa yoki yordam bermasa, agar yuragingizning energiyasi tugagan bo'lsa, o'zingizni haddan tashqari zo'riqtirmang, kamroq tashvishlaning. U o'z his-tuyg'ulariga yetarlicha joy bermagan, lekin armiyaning sevgisi va qo'llab-quvvatlashi unga katta dalda beradi. U hatto o'z armiyasi bilan o'yinlar o'ynashni, maxsus serverlar yaratishni, u yerda muloqot qilib, ularga minnatdorchilik bildirishni davom ettiradi. U shuningdek odamlarga shunday maslahat beradi: yaqinlaringizga tayaning, ulardan jasorat oling va qo'rqmang. Men doimo shu yerda bo'laman. Barcha a'zo doimo yoningizda. Har kuni ota-onamga qo'ng'iroq qilaman. Qiyin paytlarda yoningizda. Oila bor. O'zingizga tinchlik bering. Hammasi yaxshi bo'ladi. Taehyunning insoniyligi va samimiyligi aynan shu so'zlar va harakatlarda namoyon bo'ladi. U nafaqat san'atkor, balki mehribon va qo'llab-quvvatlovchi do'stga aylangan. U yoshligida o'ziga yoqqan odamlar bilan birinchi bo'lib tanishgan, ammo ko'pchilik uni faqat V sifatida ko'rgan, Taehyun sifatida emas. Shu sababli u o'zini o'zgartirgan va hozirda faqat haqiqiy ahamiyatga ega bo'lgan munosabatlarga e'tibor beradi. U armiya bilan doimo mehribonlik bilan muloqot qilsa-da, ba'zida chegaralarni belgilaydi. Masalan, bir muxlik Hosokning yomon suratini kulish maqsadida joylashtirganda, Taehyun buni qabul qilinmasligini aytgan. U shuningdek bunday zararli kontent joylashtirgan armiyaga endi javob bermasligini aytgan. Eugene Investment va Securities Company 2018-yil muhim yil bo'ldi. Eugene Investment va Securities Company Limited K-pop sanoatining raqamli tahlilini o'tkazib, Google qidiruv tendensiyalarini o'rganib chiqdi. Natija hayratlanarli bo'ldi. So'nggi 5 yil ichida V eng ko'p qidirilgan kalit so'z bo'lgan. Bu nafaqat mashhurlikni, balki madaniy ta'sirni ham bildiradi. Shu yil ichida Gallup Koreya tadqiqoti ham Vning oshib borayotgan mashhurligini yoritdi. 2019-yilda u oldingi 9-o'rindan 4-o'ringa ko'tarilib, eng sevimli idol sifatidagi mavqeini mustahkamladi. 2021-yilga kelib Vning ta'siri kamayish belgilarini ko'rsatmadi. Bu safar Yaponiya bozorida u 28 hafta davomida eng qadrlangan koreys mashhur unvoniga ega bo'ldi. Ushbu yutuq uning xalqaro miqyosdagi ta'siri va davomiy jozibasini ko'rsatadi. V o'zining birinchi to'liq ingliz tilidagi va ikkinchi yakkaxon qo'shig'i Winter Beer'ni taqdim etdi. 2020-yil mart oyida koreys ommaviy axborot vositalari Taehyunni eng yaxshi koreys solo ijrochisi deb atadi. Uning Sweet Night qo'shig'i nafaqat muxlislar, balki tanqidchilar tomonidan ham sevildi. Qo'shiq AQSh va Buyuk Britaniya chartlarida rekord vaqt davomida bo'ldi. Shuningdek, koreys ijrochi qo'shig'i Yevropaning hech bir koreys ijrochisi yetib bormagan mamlakatlarida to'pga chiqqan. 땀을 잔뜩 벤치만 난 넌 뭔가 이상했었던 너 난 다 됐어 너 변했어 우리 대환 숙제 같았지 하루는 배 2022-yil internetda V va Jungkook haqida bilib turib yolg'on ma'lumotlar, mish-mishlar va bo'xtonlar tarqala boshlaydi. Bu kontentlar shaxsiy hayotga aralashish, obro'ga putur yetkazish va nafrat uyg'otishga qaratilgan bo'lgan. Big Hit Music bu holat bo'yicha jinoyat ishi ochish uchun ariza beradi. 2022-23-yillarda tergov davomida anonimlik sababli kontent muallifini aniqlash qiyin bo'ladi. Shu sababli ish vaqtincha to'xtatiladi. Agentlik esa bu borada dalillarni yig'ishda davom etadi. 2024-yil Big Hit Music rasmiy bayonot chiqaradi. 2022-yilda ochilgan ish borligini tasdiqlaydi. Yolg'on ma'lumotlar qasddan tarqatilganini bildiradi. Shaxs aniqlanganini va huquq-tartibot organlariga to'liq ma'lumot topshirilganini e'lon qiladi.
Shu bilan jinoyat ishi qayta tiklanadi va faol tergov bosqichiga o'tadi. Sud jarayoni boshlangandan keyin kanal o'chirib yuboriladi. Vining ta'siri faqat musiqa bilan cheklanib qolmadi. 2021-yil Janubiy Koreya prezidenti BTSni kelajak avlodlar va madaniyat bo'yicha maxsus prezident elchisi etib tayinladi. Maqsad ularni xalqaro maydonda davlatning yumshoq kuchi va madaniy diplomatiya vakili sifatida ishlatish, yoshlarga umid va ijobiy xabarlar yetkazish hamda global muammolar bo'yicha aloqa o'rnatishga yordam berish edi. Rasman e'lon 2021-yil 21-iyunda bo'lgan va bu lavozim bilan ular UMT bosh assambleyasida ishtirok etish, dunyo yoshlariga murojaat qilish va global mavzular bo'yicha gapirish uchun yuborilgan. Keyinchalik sentyabrda prezident Moon ularni Ko'k uyda rasmiy sertifikatlar va diplomatik pasportlar bilan taqdirlagan. Bu shunchaki unvon emas. Bu ularning butun dunyo bo'ylab qalblar va onglarni zabt eta olish qobiliyatining tan olinishi edi. Bundan tashqari Vi brend elchisi sifatida ham faol bo'ldi. U Indoneziyaning Sim Invest investitsiya kompaniyasining brend elchisi va fransuz hashamatli brendi Celine global elchisiga aylandi. Ikonik zargarlik va soat ishlab chiqaruvchi Cartier ham Vini o'z brendi elchisi sifatida tanladi va uni partner The Carter kompaniyasining yuziga aylantirdi. Va eng hayajonlisi, Vi o'zining debyut solo albumi Layover'ni e'lon qildi. Albom Rainy Days qo'shig'i bilan boshlanadi. Remember how I used to make you laugh the most. 내가 이런 말을 Clash nashridan Abby uni YouTube asosidagi lofi aralashma sifatida tasvirlab, shunday yozgan: sun'iy yomg'irning realistik ovozi, muloyim jaz, kutilmaganda eshitilgan telefon xabari va undan keyin klaviatura tovushi, bularning barchasi iliqlik va tanishlik hissini kuchaytiradi. Ikkinchi trek Blue. make it on you. Eski uslubdagi R&B qo'shiq bo'lib, oddiy gitara bilan boshlanadi va tez orada baraban ritmlari hamda sirg'alib ketayotgandek yumshoq vokallar uyg'unligiga o'tadi. Uchinchi trek Love Me Again. U ham R&B janrida bo'lib, yaqin insonni sog'inish, yurak og'rig'idan keyin uni qo'yib yuborish qanchalik og'ir ekanini tasvirlaydi. Keyingi qo'shiq Slow Dancing. Uning matni klassik sevgi hikoyasi sifatida ta'riflangan bo'lib, unda bir oshiq boshqasini sog'inib, bunday bo'lishi kerak emasdi. Bu allaqachon juda og'riqli kabi satrlarni kuylaydi. Yakunlovchi trek For Us. Call me first too late. I have things to say. NME jurnalisti tomonidan AP'dagi eng qiziqarli qo'shiq sifatida tanlangan. U qo'shiqning produksioni va yuqori ohangda kuylangan vokalni yuqori baholab, shunday yozgan: sintezator padlari va yorqin pianino darhol 70-yillardagi yumshoq fokusli jonli ijrolarni eslatadi. Vining bariton ovozi juda boy va o'ziga xosligi uchun musiqiy tanqidchilar tomonidan ijobiy baholangan. Uning vokal diapazoni va ohangdagi o'ziga xos tovushi tanqidchilarni lol qoldirgan. Taehyun Namjoon bilan birga 2023-yil 11-dekabrda harbiy xizmatga chaqirilgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Taehyun Janubiy Koreya armiyasining poytaxt mudofaa qo'mondonligi maxsus bo'linmasiga tayinlanish uchun ariza bergan. Bu noyob askarlik tizimi bo'lib, u kontrterror operatsiyalarini amalga oshiradi, ichki va xorijiy shaxslarning xavfsizligini ta'minlaydi, qattiq harbiy jinoyatchilarni hibsga oladi, shuningdek turli falokat va baxtsiz hodisalar paytida favqulodda qutqaruv va gumanitar operatsiyalarini amalga oshiradi. Taehyun maxsus tayyorgarlik bo'linmasining 2-korpusiga yozilgan va 8-fevralda bo'linmaga yuborilgan. 2-korpus 2D Kona laqabli harbiy demarkatsiya chizig'idagi eng xavfli chegara hududiga javobgar bo'lgan bo'linma. Ammo u yerga yetib borish uchun maxsus tanlovdan o'tish kerak edi. Sobiq harbiy xodimning aytishicha, yozilganlar avvalo ushbu bo'limlardan birida mashg'ulotdan o'tadi. Keyin esa maxsus kuchlar vazifalarni bajarish uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tadi. Sobiq harbiy xodim shuni ta'kidladi. U bo'linma oddiy fuqarolik hayotidan kam uchraydigan noyob tajriba beradi. Masalan, vertolyotdan tushish va pulemyotdan yuzlab o'q otish kabi harakatlar. Maxsus kuch askarlari yaqin jangga tayyorgarlikdan ham o'tadi. Terrorizm bilan kurashga tayyorlanadi. Eng qiyin vazifalardan biri yozgi sharoitda taxminan 20 kg vaznli qora jangovar kiyim kiyish bo'lganini aytgan. Ushbu bo'linmaga qabul qilinib
olinish uchun nomzodlar juda qat'iy jismoniy talablarga javob berishi kerak edi. Jumladan 3 kilometr masofani 12 daqiqada 30 soniyadan kam vaqtda yugurib o'tish, kamida 14 marta turnikda tortilish, 2 daqiqa ichida 72 marta qo'l bukib yozish, 2 daqiqa ichida 72 marta arjimaniya va 2 daqiqa ichida o'tirib turish holatida 86 marta press mashqini bajarish. U shunday degan: "Yoshligimdan beri men sinab ko'rishni xohlagan yagona tajriba shu edi. O'ylaymanki, bu mening shaxsiy rivojimga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aslida hatto otam ham menga o'zining harbiy xizmat davridagi qiziqarli voqealarini ko'p gapirib berardi. Shuning uchun men ham bir kuni buni boshdan kechirishni juda xohlaganman." Ko'pincha odamga qarab birinchi taassurot hosil qilasan, lekin Taehyonni shunday oddiy so'zlar bilan tasvirlash deyarli imkonsiz. U intervyular davomida ko'p gapirmaydi, faqat zarurat bo'lganda yoki o'z navbati kelganida gapiradi. Taehyon suhbatning birinchi daqiqasidan odamni o'ziga jalb qiladigan inson. Bunday insonlar juda noyobdir. Uning e'tiborliligi, atrofdagilarga nisbatan g'amxo'rligi va ehtiyotkorligi uni haqiqatdan ham go'zal va qadrli inson qiladi. U odamlar va atrof muhitni juda yaxshi his qiladi. Uning qalbi qancha keng ekanligini tushunish uchun Yontanni misol qilish mumkin. Yontan barcha kuchsiz kuchukchalardan ham zaif edi. Taehyonga itning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar haqida ogohlantirish berishgan, lekin u baribir uni o'ziga olib davolash kursini boshlagan. Yontan faqat dori-darmonlar tufayli tirik qolgan. Uning yuragi kasal, u 2 marta operatsiyani boshdan kechirgan, lekin ikkalasi ham muvaffaqiyatsiz tugagan. Har safar operatsiya stolida o'lishi mumkin edi, lekin uning hayotga bo'lgan irodasi uni bizga qaytardi. Uning nafas olish yo'llari juda tor, shuning uchun u normal nafas ola olmaydi. Oddiy yugurishdan keyin hushidan ketadi. Bir ko'rsatuvda Koreya mashhur itlarni o'rgatuvchi Kan Hyun-wook ishtirok etgan. Suhbat davomida uni Vi hayratga solgan egalaridan biri deb atagan. Chunki Hyun-wookdan so'rashgan, qaysi it egasi eng ko'p taassurot qoldirdi. U ishonch bilan Taehyonni ko'rsatib, shuni tushuntirdi. BTS a'zosi Vi u bilan Yontan kelishidan 6 oy oldin maslahatlashgan. Vi itni tarbiyalash bo'yicha ko'plab savollar bergan. U debyutdan beri ko'p o'zgardi. U jiddiyroq, sokinroq va jimroq bo'ldi. Ehtimol u o'zini va o'ziga qulay muhitni topgan. U shunday odamlar turkumidanki, soxta bo'lishni xohlamaydi. U o'z holatini ham ruhiy, ham jismoniy jihatdan juda qadrlaydi. O'z atrofini o'zini qulay his qiladigan odamlar bilan o'rab olgan. U xohlaganidek harakat qiladi va o'zi to'g'ri deb bilganicha yashaydi. U tortinchoq emasligi uchun qayerga bormasin osongina do'st orttira oladi. Hatto Chonguk ham Vi unga ko'p yordam berganini, aynan Vi sabab u o'ziga ishonchliroq bo'lib, tortinchoqligini yengganini aytadi. Taehyonning kelajagi porloq va uning hayot hikoyasi sermahsul davom etishiga ishonamiz. 나중에 한 40대, 30대는 저스틴 팀버레이크 같이 스텝 딱 있고 노래 딱 부르는데 정말 그런 멋짐을 한번 보여주겠다. 약속. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek.